Bir qarasangiz yangi yerga Volvo minib keladi. Hamma qoyil qolgan. Zo'r yigitda, Xudo bergan yigitda qoyil qolish kerak-da. Kecha hech narsa yo'q edi, bugun Volvosi bor. Qoyil qolish kerak. Taydan shumalab tursin. To'ylarga binaylik deb tursangiz, bir oydan keyin o'sha yigitni o'zi boshqacharoq kiyimda bola topib kelyapti. Ha, siz bankrotchi deb qo'yadi. Bir qarasangiz, 4 qavatlik imorat tushyapti. Olmaliqni oq g'ishidan olib kelgan. Urgut bilan Samarqandni cho'p ustasi ishlayapti. Rosa imorat bitadigan paytda, hamma maqtab turgan paytda, shu uylarga, to'ylarga kelay deb turgan paytda, uyning orqasida yozuv paydo bo'ladi. Dom prodayotsa. Uy sotiladi. In xonaya mefrushem. Fransuzcha terma deb qo'ygan. Mele pason de Genoval. Ha, siz bankrot deb qo'yadi. Iloyim bankrot bo'lmaylar. Biznesmenlarga men qoyilman. Bir biznesmen kelib, bir og'aynisdan pul